Ang yangi komediyalik asar Sabraning to'yi. Birinchi qissa. Yozning pijg'irim oqtipida Qotandagi 10 tuyoq chiqaq baqlangan uyning orqasidagi qo'noqlikdan o'tni elib, xotin tarafga asrab, o'midab ko'tarib ketayotganimda orqamdan birsining "Ashimko, chizliqmi?" degan ovoz anglandi. Orqamga burilib qarasam, bir tonish, yana bir notanish chiroyli bir bola men tarafga qarab yugurib keldi. Men yudib o'tni yerga qo'yib, "Fuka, silimini birash bilan." Voy. Sen eliqin necha yil burun o'lib ketgan Samadag'unning o'g'li Sodiqjonga. Men uni tonigan edim. Men shu. Ashimka, mayliqi siz degan Samadag'unning o'g'li Sodiqjon shu. Biz qo'l elishib ko'rishib bo'lgandan keyin "Yura bilan uyga kir. Bir piyoladan choy ichib o'tiraylik" deb uyga boshladim. Bola, uyda Oyshamxon onang yo'qdi. Sen o'tirib turgin, men dasturxon solay. Deb oshxonaga kirib, dasturxon, non, choy qatorliqlarni elib chiqib, Sodiqning oldiga selib, non qo'shib, choy quyib bo'lgandan keyin bola, shu yillarda dadang tugib ketib, uzun o'tmay sen bu mahalladan yo'qolib ketding-ku. Sen yo'qolib ketib, uzun o'tmay mahallada sening orqangdan nurg'un gaplar bo'lib ketdi deyman. Birisini qaysi bir vaqtlarda qatnashchisiga o'libdi desa, yana bir vaqtlardan keyin yana birlari "Voyaqay, unaqa emaskin-ay, shahar tarafli ko'dimay" degandek gaplar bo'lib, bu mahallada sening xabarlaring xeyli bir zamonlargacha mo'ri bo'lgandi. Anim bu sog'-salomat turibsan. Mush vaqtlargacha nima ishlar bilan yurding bola? Qani, bir so'zlab aytgin. Savolliq chiroyim bilan Sodiq qaradi. Endi so'zlasam gapchaq. Ashimko, men qisqa chiqib bir so'zlab beraymi? Qani so'zlab bola. Deb butun diqqatimni Sodiqqa markaz qilib uningga qaradim. Sodiq ko'ziga yosh elib, "Dadam o'lib ketgan shu yillarda men 15 yoshda. O'zimni bilaman. Onamni xeli burli o'lib ketgancha. O'ylab baqsam bu mahallada yig'lasam yeshimni aytib menga yor yo'lak bo'lg'idek hech bir idem yo'q ekan. Shu jutdan ayrilib shaychirib, udul Urumchi degan shay yurib qoldim. Bu zamonlarda yanchiqda 4 bo'ning tayini yo'q. 2-3 tenga o'tmay buni qo'saq ash qilib qattiq qijnalgan. Pishguna bizning uyga oldiga o'ltirib yig'lab ketdim. Xeli bir vaqt o'tgandan keyin 40 yoshlar chamizdagi bijak ishkab, "Nim bo'ldi bu yerda o'ltirib, yig'lab ketibsan-ku, tura o'rningdan" deb meni yo'lab, to'plab ketgan kiyimlarimni qaqishtirib, shu yerga yaqin bijashqanaga achirib, bijqaj lag'mabada. Men lag'manni ashpaqidagi bijdamni yap bulab, bo'g'ashning hammasini so'zlab berdim. Bu adamimni menga sapsilib, qaylagandan keyin men yig'lab o'ltirgan eliq uyning oldiga kelib, "Bo'g'ayish bulabda. Sencho mandaq mazlum kishidek yig'lab o'ttamay, mening orqamdan jib unavgin. Qag'inga men ba." deb eliq men oldida o'ltaga uyga boshlab chida. Asli bu uy olmasdan yog'ochchilik material do'koniki. Shundan boshlab ustamning chapanchiligini qilib, Urumchi Qashqar tarafida yurib, 2 yilda uyni pakiz o'ginib bo'lib, o'z oldimga ish elib qilib, bizga pul yig'dim. Hamda eliq gapga kelsak, men jutqi cho'kandan bizni og'li kelgan. Shunisizni menga yordam qilamdikin deb izdigan. Obdan bo'pti. Lekin cho'kan deganda mendaq bir xotin elib ajrashib ketgan akishiga ep berdik. Lekin sen yigit turib cho'kan olaman deysan ya bolam? Baba, men ezitmak-ku. Bu yerda shu qizvola deydi aras. Hay bolam, bu yerda Qashqarning shevisi, Qashqarning qo'pol gaplari kishilarning quliqiga g'alati anglanadi. Sen bu yurtdan xotin olaman deydigansan, cho'qim siliq sipoyi bo'lmasang bo'lmaydi. Sodiq chiroyini purishtirib, "Chata yo'q, Hashimko, men tirishma." Men Sodiqning qo'lini tutib turib, "Men avval tonish bilishlar orqali ota-onasidan kelib chiqish yaxshi, qizi fazilatlik, qudilishga bo'ladigan odamlarning qimini qilay. Uninggacha bu yerda hunar qilsang qilasan. Bo'lmasa, yat ko'misang, mushu uyda bir mazgil turib turgan. Bo'lamdi?" Bo'ladi. Rahmat jimasligi. Mushu yaxshiliklari uchun bo'lsa-mi, ot eshakda ishlab javob qaytiraman.
Hay balam, onuq dema. Senmi özümning bolasirakla. Dadang hayat vaqtida biz nihoyat yaxshi o'tgan. Oradan 15 kun o'tdi. Men u yoq bu yoqqa qatirib yurib, Soy mahallidagi Ahmad Juvozchining qizini Sodiqqa loyiq ko'rib, maslahat soldim. Sodiq chiroyimga ishonch bilan qarab, "Sizlar topgan qizda suv chiqmaydi, Hashimka. Amsa shu yerga berib boqayli. Amsa tayyor bo'lgan." Sodiq xo'shal bo'lib ketdi. Menmo ayolim Hashimxon va Sodiq bilan birga Soy mahalliga eshak harbi bilan yetib keldim. Ahmad Juvozchining uy oldiga kelganda, harudan tushib, "Sodiqjon, eshakni so'gatga bog'lab qo'yib kelar bolam." "Bo'ladi, Hashimka. Qo'ypayli yo'qda bu eshakning?" "Eshak deganning qo'ypayli bo'lmas, eshak bo'lmay qoladi bola." Hammamiz tangli kulishib ketdik. Uninggacha Sodiqmi eshakni bog'lab bo'lib, yenimizga keldi. Men darvozni urib, "Oy, Amidaxon!" deb o'yli tarafga qarab to'g'ladim. Uzun o'tmay bo'yiga yetib qolgan bir qiz chiqib eshikni ochdi. "Qizim, siz Amidaxonning qizi bo'lamsiz?" Ha aka, men sizlar degan Amidaxonning qizi bo'laman. "Uyda cho'nglar bormi qizim?" Qiz Oyshamxonning qo'lidagi dasturxonni ko'rib, ishning tegiga yetdi bo'g'ay, villada qizdirib, "Ha, bor. Qani uyga kirsizlar?" deb darvozaning bir qanotini ochdi. Darvozaning girasi yomg'irda dod besib ketgan bo'lsa kerak, ochiq nola qilib echildi. Biz o'ylig'iga kirganda qiz, "Ada, ana, uyga mehmon keldi." deb xom kesak bilan silingan 3 egizliq uyga qarab to'g'ladi. Uzun o'tmay uy ichidan Amidaxon bilan ayoli chiqib, biz bilan qizg'in salomlashgandan keyin ayoli Hashimxonning qo'lidagi dasturxonni elib, bizni uyga taklif qildi. Men peshayvon ostini salqin ko'rib, "Bo'ldi, Amidaxon. Mush peshayvonning ostida o'ltirli. Mush peshayvonning ostida o'ltirli bu oftobda. Tala salqin deyman." Amidaxon norozilik bilan, "Satturdi Hashimxon, uyga kirli deyman." Men yanada peshayvonni ko'nglim tatib, "Nimasi satturdi Amidaxon? Biz yot odam bo'lmagandan keyin mush yerda o'ltirli bo'ldi." Amidaxonmo talishib o'ltirmayla peshayvonga taklif qildi. Bizmo oyoqlarni silib, ko'rpa silingan to'riga joylashib bo'lgandan keyin Amidaxonning ayoli dasturxon silib choy quyib bo'lib, Amidaxonning yeniga kelib o'ltirgandan keyin qayta o'rindan turib, ahvollashib bo'lib, kassasi yer tishlagandan keyin men, "Amdi Amidaxon, biz bugun sizlarning uyga haliqi bir zamonlarda tuyuqsiz tugab ketgan rahmatli Amidaxonning o'g'li Sodiqjon bilan sizlarning qizinglarning ish uchun kelgan. Bu yoq bo'lsa, rahmatli Amidaxonning o'g'li Sodiqjon bo'ladi." Men sol yonimda o'ltirgan Sodiqni ko'rsatdim. Sodiq o'rnidan turib, "Tijliqmi Amidka? Uy salomatchilik." deb qayta salomlashgandan keyin men so'zimni davomlashtirib, "Amdi o'zinglarni bilasizlar. Amidaxonning ayoli xili burilib tugab ketgan. Bu bolaning beshini silig'idak bir urug' tuqqanlarimi yo'q. Shunga o'zim bosh bo'lib, mushu o'g'ilning beshini o'ngshab qo'yay deb oldinglarga kelishim. Amidaxonmo hayot vaqtida obdan yashagan, hamma odam hurmat qiladigan odam edi. Shunga deb qoldim." Amidaxon beshini rozimanlik bilan lang'ishtirib turib, "Obdan kapsizlar. Sizlar qizimni bu bolamga ravo kelgan bo'lsanglar, meningmi boshqa gapim yo'q. Baribir qiz cho'ng bo'lsa yotliq qiladigan, o'g'il cho'ng bo'lsa o'ylaydigan ish almisoqdan davom bo'lib keldi." Men qo'shildim. Amidaxon so'zini oxirlashtirmayla, tam to'yidan o'shotas qopgandek Sodiqning zuvoni qichishib ketdimi aytavur, valaqlab so'zlab ketdi. "Amidko, menga bermoqchi bo'lgan qizlarni chaqasla, men biz ko'ray." Amidaxonning chiroyi turilib, "Maryamgul qizim, bu yoqqa chiqing" deb uy ichiga qarab to'g'ladi. Qiz qizdirib, xotirib nomus ichida peshayvon oldiga keldi. Sodiq qizga sapchilib biroza qarab etgandan keyin, "Ma qizlar bo'lmaydigan. Qaylashmamla. Nem bu? Jin yalayotgan avaqdek bish qozon oshitishga yarmaydigan bu. Men ma qizlarni olamda. Bo'ldi qilasizlar? Bo'ldi. Men mundaq jig-jig avoq qizlarni olmayman."
Meningdan sizlarga nasab to'lab qolsin. Amitika. Qizlarni abduroq beqib boshqa beslik bir vasil jima. Bo'ldi, xo'sh.